moddiy manfaat evaziga firibgarlik yoki pora olish yo'li bilan qilingan harakat yoki harakatsizlik qonun ustuvorligiga zarba berib, jamiyat taraqqiyoti ildiziga bolta uradi. Lekin afsuski oramizda mana shunday qilmishlarni sodir etadigan kimsalar bor. Huquq tartibot organlari esa ular qilmishini fosh qilib, qonun ustuvorligini ta'minlab kelishyapti. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida o'tkazilgan tezkor tadbirlarda 3 ta ana shunday holat fosh qilindi. Ma'lum bo'lishicha, 1992-yilda O'zbekiston tumanida tug'ilgan mana bu shaxs jabrlanuvchining ishonchiga kirib, yashash xonadoni yonida joylashgan 3 sotix yer maydonini kadastr bo'limida ishlovchi tanishlari orqali nomiga rasmiylashtirib berishligini aytib, undan 2050 AQSh dollari miqdoridagi pullarni talab qilib olgan. O'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu pullar hisobidan 100 AQSh dollarini qaytargan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Boshqa bir holatda Farg'ona shahrida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 1983-yilda tug'ilgan Farg'ona shahrida yashovchi mana bu ayol jabrlanuvchiga o'zini go'yo jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudida ishlashligini aytib, musodara etilgan BYD va Gentra rusumli transport vositalarini arzon narxda olib berishligini aytib, ulardan 280 million so'mdan ziyod pullarni talab qilib olganligi aniqlangan. Tezkor tadbirda mazkur pullar hisobidan 9 million so'mni o'z ixtiyori bilan qaytargan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Buvayda tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa 1993-yilda tug'ilgan Buvayda tumani ekologiya bo'limi jamoatchi yordamchisi bo'lib ishlovchi tasvirdagi shaxs jabrlanuvchini ishonchiga kirib, tumanning Arab qishlog'idagi yer maydonidan qumlarni tashib chiqib ketishligiga sharoit yaratib berish va huquqbuzarlik holati yuzasidan chora ko'rmaslik uchun 200 AQSh dollari va 800 ming so'm miqdoridagi pullarni talab qilib olganligi ma'lum bo'lgan. Kara yukluratda, kara shuni olasdan tashlaymiz. Nima qilasiz? Reysiga olasiz. Hayda ham hozir misol o'shalarni otashlab, o'zlashtirib, chiroyli qilib bitta haydab qo'ysak, o'yib olasiz. Bog'ni o'yib chiroyli qolib turib, oxirida ketkiziladi. O'tkazilgan tezkor tadbirda yuqoridagi shaxs ushbu pullar hisobidan jami 100 AQSh dollarini qaytargan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari davom etmoqda. Hurmatli fuqarolar, ogoh bo'ling, har qanday qonun buzilish holatiga duch kelsangiz, ichki ishlar organiga murojaat qiling. Firibgarlik va poraxo'rlik jinoyatlariga qarshi esa birgalikda kurashaylik. Ogoh bo'ling.